kuchukcha Karlsonning oldiga chopib keldi-da, xursand bo'lib akilladi. "Ana ko'rdilaringmi?" deb qichqirdi Mitvoy. "U o'z otini biladi. Albert, Albert, bu yoqqa kel." Gunilla kuchukchani ushlab oldi. "Bo'yinbog'ida telefon raqami yozilgan", dedi u bag'ritoshlik bilan. "To'g'ri, itning shaxsiy telefoni bor", deb tushuntirdi Karlson. "Unga ayt, egasiga qo'ng'iroq qilib, uyga kechroq boraman deb ogohlantirib qo'ysin. Mening itlarim biror joyda ushlanib qolishsa, doim qo'ng'iroq qilib aytib qo'yishadi." Karlson semiz qo'lchasi bilan kuchukchani silab qo'ydi. "Itlarimdan bittasi yaqinda nima ham bo'lib ushlanib qoldi. Ha, aytmoqchi, uning oti ham Albert", deb so'zida davom etdi Karlson. "U meni ogohlantirish niyatida uyga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'libdi, biroq telefon raqamini adashtirib, Kungeyholmda yashovchi iste'fodagi bir keksa mayorning uyiga tushib qolibdi. Karlson itlaridan bitta yarimtasini emasmisiz deb so'rabdi. Albert mayorning jahli chiqib urishib beribdi. "Eshak, men mayorman, it emasman. Nega bo'lmasa akillaysiz?" deb muloyimlik bilan so'rabdi Albert. "U mana shunaqa aqlli it." Mitvoy Karlsonning gapiga quloq solmadi ham. Hozir uni kichkina kuchukchadan bo'lak hech nima qiziqtirmasdi. Hatto u Karlsonning "kelinglar, jindek ko'ngilxushlik qilaylik" deganiga ham parvo qilmadi. Buni sezgan Karlson labini cho'chchaytirib xafa bo'lib dedi: "Yo'q, bunday qilsang men o'ynamayman. Sen doim shu kuchuk bilan ovora bo'lyapsan. Men ham biror narsa ermak qilishni istayman." Gunilla bilan Krister ham Karlsonning gapini ma'qullashdi. "Kelinglar, ajoyibotlar kechasi tashkil etamiz", dedi Karlson chehrasi ochilib. "Qani topinglarchi, dunyodagi eng zo'r ko'z boylag'ich kim?" "Albatta Karlsonda", deb baqirdi Mitvoy, Krister va Gunilla baravariga. "Demak, ajoyibotlar kechasi degan tomosha ko'rsatamiz." "Ha", deyishdi bolalar. "Bu tomoshaga bitta konfet berib kiriladi. Kelishdikmi?" "Bo'pti", deyishdi bolalar. "To'plangan konfetlarni xayrli ishlarga sarf qilamiz. Shunga kelishdik-a?" "Qanaqasiga?" so'rashdi bolalar hayron bo'lishib. "Bittagina chinakam xayrli ish bor. U ham bo'lsa Karlsonning g'amini yeyish." Bolalar bir-biriga hayron bo'lib qarab qo'yishdi. "Balki", dedi Krister gap boshlaganda. "Yo'q, biz shunga kelishdik", deb uning so'zini bo'ldi Karlson. "Bo'lmasa men o'ynamayman." Shunday qilib, yig'ilgan hamma konfetlar tomda yashovchi Karlsonniki bo'ladi deb kelishib olishdi. Krister bilan Gunilla ko'chaga chopib chiqishdi. Mitvoyning xonasida ajoyibotlar kechasi degan katta tomosha boshlandi deb hamma bolalarga aytishdi. Yonida atigi 5 eri puli bo'lgan bolalarning hammasi do'konga chopib borishib, tomoshaga kirish uchun konfet sotib olishdi. Mitvoyning xonasi eshigi oldida Gunilla turardi. U hamma tomoshabinlardan olgan konfetlarni xayrli maqsad uchun deb yozib qo'yilgan qutichaga solardi. Krister xonaning o'rtasiga tomoshabinlar uchun stullar qo'ydi. Xonaning bir burchagiga adyol to'sib qo'yilgandi. Orqasidan shivir-shivir tovush va itning akillashi eshitilardi. "Bizga nima ko'rsatishadi?" deb so'radi Kiri ismli bola. "Agar biror bemaza narsa ko'rsatishsa, konfetimni qaytarib olaman." Mitvoy, Gunilla va Krister Kirini yoqtirishmasdi, chunki u doim nimadandir norozi bo'lardi. Mana nihoyat adyol orqasidan Mitvoy chiqdi. U kichkina kuchukchani ko'tarib olgandi. "Hozir siz dunyodagi eng zo'r ko'z boylovchi bo'lib o'qimishli kuchuk Albertni ko'rasiz", dedi Mitvoy tantanavor ohangda. "Hozirgina e'lon qilinganidek, sizlarga hozir dunyodagi eng zo'r fokuschi tomosha ko'rsatadi", degan ovoz eshitildi adyol orqasidan. Bir zum o'tmay tomoshabinlar oldida Karlson paydo bo'ldi. U boshiga Mitvoyning dadasining qalpog'ini kiyib olgandi. Yelkasiga oyisining katak-katak peshbandini tashlab, bo'yniga band qilib bog'lab olgandi. Bu
beshband Karlson uchun fokuschilar kiyadigan qora yopinchiq vazifasini o'tagandi. Hamma baravariga chapak chalib yubordi. Birgina Kire chapak chalmadi. Karlson ta'zim qilib u ko'rinishidan juda mamnun edi. U boshida qalpoqni olib xuddi fokuschilardek hammaga ko'rsatdi. Uning ichi bo'sh edi. Muhtaram janoblar, qalpoqning ichida hech nima yo'qligini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Hech narsa yo'q, dedi u. Hozir u qalpoqning ichida tirik quyon oladi deb o'yladi Mitvoy. U bir marta sirkda fokuschining tomoshasini ko'rgandi. Agar Karlson qalpoqning ichidan chindan ham tirik quyon olsa bormi, juda qiziq bo'lardi-da. Hali aytganimday, ichida hech nima yo'q, deb gapida davom etdi. Karlson bir oz xomush tortib, agar siz buning ichida biror nima solmasangiz, hech qachon hech nima bo'lmaydi. Ko'rib turibman. Ro'paramda kichkina mechkaylar o'tirib olishib, konfet yeyishyapti. Hozir qalpoqni bundan bir aylantirib chiqamiz. Har biringiz bittadan konfet tashlaysiz. Buni xayrli ish uchun qilasiz. Mitvoy qalpoqni olib hamma bolalarni aylanib chiqdi. Konfet qalpoqning ichiga duv-duv to'kilaverdi. Keyin Mitvoy qalpoqni Karlsonga uzatdi. Negadir u shubhali guldirayapti, dedi Karlson va qalpoqni silkitdi. Agar u to'la bo'lganda bunaqa guldiramasdi. Karlson bitta konfetni og'ziga soldi-da chaynay boshladi. Mana buni xayrli ish desa bo'ladi, dedi u tez-tez gavshanib. Qalpoqqa faqat kerakgina konfet solmadi. Holbuki uning qo'lida bir qog'oz xalta to'la konfet bor edi. Aziz do'stlarim, sen ham Kire, dedi Karlson. Ro'paramizda o'qimishli it Albert turibdi. Uning qo'lida hamma narsa keladi. Birovga qo'ng'iroq qila oladi, ucha oladi, non yopa oladi, gaplasha oladi, oyog'ini ko'tara oladi. Xullas, hamma narsani qila oladi. Shu payt kuchuk chindan ham oyog'ini ko'tardi va Kire o'tirgan stulning yonginasida kichkina ko'lmak hosil bo'ldi. Mana endi o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Men hech ham mubolag'a qilayotganim yo'q. Bu chindan ham o'qimishli kuchuk. Bo'lmagan gap, dedi Kire va stulni ko'lmakdan sal nariga surib qo'ydi. Bunday fokusni har qanday kuchuk ham qila oladi. Qani u Alberging jindak gapirib ko'rsinchi? Ha, bu osonmas. Ha. Karlson kuchukchaga murojaat qildi. Nima? Sen uchun gaplashish qiyinmi, Albert? dedi. Yo'q, dedi kuchuk. Faqat ovqat yeyotganimda gaplashishga qiynalaman. Bolalar hayron bo'lishganda o'rinlaridan sapchib turib ketishdi. Biroq Mitvoy kuchuk o'rniga hoynahoy Karlsonning o'zi gapiryapti deb o'yladi. Hatto u bunga xursand bo'ldi, chunki Mitvoy allaqanday gapiradigan iti emas, odatdagi xonaki iti bo'lishini istardi. Azizim Albert, do'stlarimiz bilan Kirega itlik hayotingdan biror voqeani gapirib berolmaysanmi? deb so'radi Karlson. Jonim bilan, deb javob berdi Albert va o'z hikoyasini boshladi. O'tgan kuni kinoga boruvdim, dedi u va Karlsonning atrofiga dik-dik sakray boshladi. To'g'ri, deb ma'qulladi Karlson. Ha-da, bo'lmasamchi, shunday yonginamdagi stulda ikki burga o'tirishsa bo'ladimi? deb gapida davom etdi Albert. Nimalar deyapsan? dedi Karlson ajablanib. Ha-da, dedi Albert. Keyin ko'chaga chiqqanimizda bitta burganing ikkinchisiga shunday deganini eshitib qoldim. Xo'sh, uyga piyoda ketamizmi yoki itga minib olamizmi? Garchi ajoyibotlar kechasi bo'lmasa-da, lekin tomosha hamma bolalarga yoqdi. Birgina Kire norozi edi, noxush o'tirardi. Axir u it non yopa oladi deb hammani ishontirdi-ku, dedi Kire masxara nomus. Albert, non yopib berasanmi? deb so'radi Karlson. Albert bir esnadi-da polga uzala tushib yotib oldi. Yo'q, yopolmayman, dedi u. Ha, o'zim ham biluvdim-a,
deb qichqirib yubordi Keri. Chunki yonimda xamir turishim yo'q, deb tushuntirdi Albert. Albert hamma bolalarga juda yoqib qoldi. Biroq Keri hamon ujarlik qilib o'zinikini ma'qullardi. Bo'lmasam uchsin. Buning uchun xamir turish kerakmas. Uchasanmi, Albert? deb so'radi Karlson itdan. Kuchuk uxlab yotgandek edi, lekin u baribir Karlsonning savoliga javob berdi. Ha, mayli, faqat sen ham men bilan birga uchsang, chunki kattalarsiz o'zim yolg'iz uchmayman deb oyimga va'da bergandim. Unday bo'lsa, bu yoqqa kel, Albert, dedi Karlson va kuchukni poldan ko'tarib oldi. Oradan bir zum o'tmay Karlson bilan Albert ucha boshlashdi. Ular avvaliga shiftga ko'tarilib, qandil ustida bir necha marta aylanishdi. Keyin derazadan uchib chiqib ketishdi. Keri hang-mang bo'lib qoldi. Bolalar oynaga yopirilishdi. Karlson bilan Albertni tom ustida uchib yurishini tomosha qilishdi. Mitvoy qo'rqqandan qichqirib yubordi. Karlson, orqangga qayt, kuchukchamni olib tush. Karlson Mitvoyning gapiga ko'ndi. U shu zahoti qaytib tushdi. Albertni polga qo'ydi. Uning ko'rinishi go'yo umrida birinchi bor uchganday g'alati edi. Ha, buguncha shu yetar. Boshqa ko'rsatadigan narsamiz qolmadi. Bu esa senga, ma ol, deb Karlson Kerini turtib yubordi. Keri Karlsonning niyatini darrov tushunmadi. Qani, konfetdan cho'z, dedi Karlson jahli chiqib. Keri konfet solingan qog'oz xaltasini oldi-da Karlsonga uzatdi, lekin shu orada yana bitta konfetni og'ziga solishga ulgurdi. Xasis bolaga uyat, dedi Karlson va ko'zlari bilan nimadir shosha-pisha qidira boshladi. Xayrli ish uchun qilingan quticha qani? deb so'radi u tashvish bilan. Gunilla tomoshaga kelgan bolalar konfet solgan qutichani Karlsonga uzatdi. U endi Karlsonning konfeti ko'p, bolalarni ham mehmon qilsa kerak deb o'yladi. Biroq u Karlsonning xayoliga ham kelmadi. U qutichani oldi-da konfetlarni xasislik bilan sanay boshladi. 15 dona, dedi u. Kechki ovqatga yetadi. Xo'p, xayr, uyga borib ovqatlanaman. U shunday dedi-yu, derazadan uchib chiqib ketdi. Bolalar asta-sekin tarqala boshlashdi. Gunilla bilan Krister ham ketishdi. Mitvoy bilan Albert ikkovlarigina qolishdi. Bundan Mitvoy o'zida yo'q xursand edi. U kuchukni tizzasiga oldi-da, unga allanimalar deb shivirladi. Kuchukcha Mitvoyning yuzini yalab shirin uyquga ketdi. Keyin kir yuvadigan xonada oyisi keldi-yu, hamma narsa o'zgardi.